O'rtoqlar, Jannatdan bir qasr loyihamiz davom etyapti. İşlarimiz boshlanib ketgan, xudo xohlasa 3 kun bo'ldi. Dashtabod Iqbol qishlog'idamiz. Mana ehsonliklarni mehrli insonlarimiz jo'natyapti. Bizdan ozroq ortganini ham Shoir opam boya bir gap aytib qoldi. Badanim junjikishga kelib ketdi-da. Mendan tashqari yana bor bitta ikkita. Mana shu ortganini olib borib beray. Shularga deyapti. Kim dedi shunday? Murat akam kelib borishimiz kerak. Shu qishloqdan ha? Bo'ldi. Dinlardan oila ular menga o'xshagan beraylik ishlarga. Savobkanni berak kelyapti-ku deyapti. Bajon edim, shunday beramiz. Ehsonlaringiz qilgan ehsonlaringiz o'z joyiga boryapti. Ustaka keng o'rtaylik mana unda o'rtaylik non yopaladi, bizlar. Bo'ldi, mana shu uni ko'taray. Mayli yaxshi mayli yomon bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Mayli yaxshi mayli Aka, yomon bo'laylik. Murat aka yaxshimisiz? Hormanglar. Sog' salomatmisiz? Bola chaqa uychilar Eson omonmisiz? hammasi yaxshimi Mehrli uydagilar? insonlarimiz sizni yo'qlab. Rahmat ayna. Mehrli insonlarimizni duo qilib qo'yasizlar. Rahmat ayna. Mana shu Shoir opam esladi sizlarni. Rahmat. Shu Shoir opamga kelgandan ortgan nima qilamiz? Baribir kerak deb nima qildik. Xudo xolasa yo'qlab turamiz. Uy kelgancha, uyi bitgancha Shoir opam. Agar bizdan ortadigan bo'lsa, ishqilib mana shunaqa sizga o'xshagan mehrli insonlarimizni yo'qlab turamiz. Qani olib kiring. Barchamiz Allohning bandasi axir.